Assalomu alaykum azizlar, salomatmisizlar? Mana biz Marg'ilon shahrida joylashgan 12-umumiy o'rta ta'lim maktabiga keldik. Bu yerda texnologiya ta'lim fani o'qituvchilari bizni kutmoqda. Biz hozir kirib, robototexnika haqida, Arduino haqida, haqiqiy robotlarni ko'rsatib, ularga demak ma'lumotlar beramiz. Qani ketdik azizlar. O'zimizni o'qituvchimiz, professor o'qituvchimiz Karimov domlaga beramiz. Marhamat domla. Rahmat. Assalomu alaykum, hurmatli kasbdoshlar, ko'pchilik bilan o'quvchilar. Endi Marg'ilon o'zi hali hunarmandlar shahri, shunday bo'lishi qadamasdan hozir paytda bilasizlar sun'iy intellekt, keyin mana bu avtomatizatsiya degan narsalar chiqyapti. Nima shu zamon bilan ketmasak bo'lmaydi. Shunga mana biz shu universitetda ishlayapman hozir ham. Robototexnika bo'yicha, elektrotexnika, elektronika bo'yicha dars o'tyapman. Keyin dadam bir vaqtlar orzusi bordi. Maktab shu narsa qilish kerak degan joyi bordi. Shuning uchun vasiyat bo'yicha o'quv markazini ham tashkil qilganmiz. Hozir 1 yildan beri ishlayapmiz. Shu 1 yilga yaqin hozir 100 dan ortiq o'quvchilarda nimalarda texnik ta'lim o'qituvchilarini o'qitdik. Bu yerda shundaki bilasizlar hozirgi paytda 5, 6, 7 sinfga nima kiritilgan? Texnik ta'lim darsining oxirgi bo'limini qarasang, robototexnika elementlari kiritilgan. Men rahmat, mana Malika opa taklif qildi, Hanifaxon bor, keyin mana Ahmedovalar taklif qilishdi, bir kelib sizlar bilan uchrashib ketsak degan niyat bilan keldik. Mana shu vaqtlaring bekorga ketmaydi. Nima buni robototexnika deganda hozir ko'pchilik nima tushunmayapti-da. Nima bu robototexnika? Shu robototexnika deganda gumanoid robot odam rusmon ko'riladi-da. Aytaylik Arduino bo'yicha maktablarda bo'lishi kerak. Keyin texnik ta'lim o'qituvchilari kamroq, mana bu yil keyingi paytda ham 4 yildan beri tayyorlayapmiz. O'shanga endi hozir paytda kurslar bor. Kurslarda iloji bo'yicha shu texnik ta'lim o'qituvchilarini, maktab o'qituvchilarini o'qitib, biz shunga nima qilyapmiz? Tarbiyalik qilyapmiz. Shunga keldik. Mana bu yil bizni demak aloqamiz birinchi demak maqsad shu dadam nomiga qo'yganmiz o'quv markazini. O'shani vasiyatiga asosan hozir ish olib borilyapti, faoliyat. Hozir paytda bir yilda erishgan natijamiz aytmisizlarga 100 tadan ortiq o'quvchi tayyorladik. Talabalar o'qishdi, o'quvchilar o'rtasidagi 50 dan oshgan nimalar ham bor, o'qituvchilar ham bor. Keyin Xitoydan ana shu haqiqiy robot olib keldik. Shu demak bolalar ko'rsin, ushlab ko'rsin, keyin nima qilsin, shuni o'rgansin. Buni demak nimasi Pythonda yoziladi. Programmasi Pythongacha o'rganib, shu Pythondagi shu nima programmasidan xitoycha nima gapi xitoycha, inglizcha. Shuni hozir o'zbekcha aylantirish bo'yicha ish qilyapmiz. Python dasturida. Endi maktab o'quv markazimizda asosan nima qilinadi? Robototexnika deganda biz o'sha bilishimiz kerak sxemani, elektrotexnika, elektronika, keyin chet tilini, ingliz tilini bilish kerak, rus tilini bilish kerak, fanlarni bilish kerak. Bu yerda demak sxemani bilish kerak ko'p. O'shalar bilgan holda hozir paytda endi STEM degan narsa bo'lyapti-ku. O'sha hamma fanlar integratsiyasi bu yerda. O'shani bilgan holda ITga nisbatan qiyinroq. ITda faqat programma ishlasa, robototexnikada ham IT ham sxema ishlaydi. O'sha sxema yiqqan zamoni o'sha ishlashni boshlaydi. Shuning uchun mana shunaqa ishlar bo'yicha ketyapti hozir ishlar. Bu yerda demak biz aloqa qilyapmiz hozir. Amerika bilan aloqa qildik. Shu yerda demak biz kadr tayyorlab beryapmiz. Shu bilan birga UNICEF, Birlashgan Millatlar tashkil kirgan UNICEF bilan aloqa qildik. Bu demak bu narsa Arduino bo'yicha jahon bo'yicha nima ish ketyapti. Nemislar ishlaydigan balki o'qiganlar bordir. O'qiganlar bormi Arduino nima bo'yicha? Robototexnika bo'yicha. Yo'q bo'lsa, Onlayn kurs bo'lsa ham. o'qib olishlarinki bu demak 4-oyrakka borganda domla hozir bolalar yaxshi ketyapti-da. Mo sxemani qilaylik, moni ishlataylik desa, uyatib qolasizlar-da. Shuning uchun buni demak o'rganish kerak. Endi onlayn hozir offline bo'lyapti, endi offline yaxshi tomoniki yuzma o'qiysa
so'ramagan. Men so'rab. Mana 2019 pandemiya boshlagan paytda biz o'qib olganmiz. O'qiganman, unda bir 4 million mushtaq edi. Onlayn o'qiganmanda ancha qiynalganman. Paytalik ish yonida ishim yo'q. Oling dedi, jo'nating dedi, ishlamay qolsa ko'rib beraman dedi. O'sha ozma qiynalgan, lekin o'qib olganman. Shuning uchun onlayn kursni ham tashkil qilmoqchi bo'lyapmiz. To'g'ri, endi bor kelinlaring bor, keyin vaqt bor, keyin nima bor, mablag'. Buni ham bir yo'lga qo'yamiz. Yangi yildan endi. Shuning uchun buni ham bir o'ylab ko'ringlar. Endi mana robot texnika yana bitta narsa bu mana qilayotgan nimamiz, hozirgi olayotgan video YouTube'ga chiqadi 3 kundan keyin. Bir ko'rib qo'yasizlar. Endi mana bu biz qilayotgan ishimiz aslida shu nima O'zbekistonni rivojlantirish. UNICEF hozir 50 ta maktab talabayapti, 50 ta maktabda inklyuziv. O'shalarga o'z jihozlar ekan, keyin o'qitish tayyorlarkan. Shunga mana Shehzodbek o'g'lim o'qitadi u yerda. Shunga tayyorgarlik ketyapti hozir. Men sizlar ham shuni o'qib olsangiz yomon bo'lmaydi. Bu hech bo'lsa shu biz yoshlardan qolib ketmaylik, yoshlar bilan teng ketaylik, o'tib ketmaylik. O'shunga shuni bir o'ylab ko'rasizlar. Baja, Xudo olsa, men aytaman ko'proq 20 yil oldin kimda bor telefon? Hech kimda. Hozir hammada 100%. Telefonim yo'q desa men ishlamayman. Xudo olsa bir 5 yildan keyin uzoqqa bormasam, hammaning uyida robotcha bo'ladi. Robot nyanya bo'ladi. Shunday nyalar sizlarga xizmat qiladi. Ishdan keldingiz, hali menga choy damlab bersangiz choy, kofe damlab bersangiz kofe damlab beradi. Hop shunaqa ishlarni amalga oshiryapmiz. Men sizlardan ko'rgandan xursandman. Savollar bo'lsa beringlar. Javob berishga harakat qilaman. Keyin biz ana bu amaliy ishlar bor. O'sha robotimiz nima imkon qilishi mumkin? O'sha bo'yicha ko'rishlari mumkin. Keyin savol javob bo'lsa bemalol. Menda savolim bor. Hop. Offlayn o'qimoqchi bo'lsam, necha kun bo'ladi, qanaqa bo'ladi? Ha, nimasi hozir haftada 3 marta. Yo jup kuni yo tog' kuni. 3 kun o'qiysiz, 2 oy o'qiysiz. Bittasi keldi, xususiy maktabdan videoni o'rgandi. Hozir xususiy maktabga ketilgan. Texnologik fani bilan robot texnika ketilgan. O'qib oldi. Oyligi 6 million. O'qib olgandan keyin 8 million olyapti hozir. To'g'rimi? Xususiy maktabda. Shuning uchun bu endi men nima demoqchi emasman. Xususiy maktab ham bo'lsin, davlatgan bo'lsin, raqobat bo'ladi endi bu yerda. Raqobat bo'ladi. O'sha ishlayapsizlar. Shuning uchun mana bu nimada bemalol borib o'qib olish mumkin. Darslarimiz agar darslar nima bo'lishi mumkin? To'g'ri o'qishga Ha, u nima? Hozir biz shunday bu ham to'g'ri savol bo'ldi. Oldin biz ertaman 8 dan ertaman haftadan keyingiga ertaman haftadan keyin. Soat 8 dan boshlab 5 gacha vaqt o'tadi-da. Keyin xususiy maktablar taklif qildi. Ular 5 gacha ishlar ekanda, 5 dan keyin 5 gacha kelmaydi. Ne shu 5 dan keyin вечерний gruppa qilsaydi, hozir 5 dan keyin ham dars bor. Endi bana bugun erta 22 bo'lsa, eng qisqa kun, eng uzun tun bo'ladi. Ertadan keyin bir muddat ochdi boshlaydi, shuning uchun yanvardan boshlab bemalol o'qisa ham bo'ladi. Вечерний gruppa ham bor. Ha? Yozib qo'ysak sizga chunki boshlaymiz. Shuni sanaman. To'g'ri boshlaymiz. Yo, biz noldan boshlaymiz, noldan. Xususiy maktabda ishlardim o'tgan yili, yoqqardi. Xususiy maktabda ham yaxshi tomoni ko'p. Yaxshi edi. Ertalab 8 dan 5 gacha ishlardim, texnologiyadan dars berardim, yoqardi. Bu yil yangi nima kirgizib, endi texnologiya emas, robototexnika ishda o'sha yerda majbur chiqib ketdi. Shuni bilmaganim sabab demoqchiman. O'qib olib, vaqt topib qoluvdi, men tayyorlashim. o'qib olib qaytib borasiz. Chunki vaqtga qaraysizlar, onlayn ham endi o'ylab turibman, onlaynda tashkil qilsak, baribir bir haftadami, 2 hafta bir kelib kelmasa bo'lmaydi-da. Hali savol bo'lib qoladi. Ba'zi onlaynda hech qo'yganda bir hafta, 2 hafta o'qib, ozgina tizimga alichicha aqlimizga kelgan bo'lganda men onlayn U ham bo'ladi. Bu ham bo'ladi. Olib keta oladi. Bu taklif ham yaxshi. Buni ham hisobga olamiz. Maktabimiz 3 dan 3 gachada ishlaydi. Bemalol 5 ta qilsangiz boramiz. Mayli, bo'ladi. 5 ta gruppa bor, bemalol bo'ladi. Bizda to'g'ri
bo'lmasa shu bo'yicha haligi sekretarimiz bor nimasi yordamchisi shu aytdiki borib bir safar borib bilib keling meni o'g'lim faqat shu robot texnika deyapti qolgan fanga qiziqmayapti deyapti bizga bormoqchi endi o'g'li 2-sinfda o'shaga yosh bola Farg'onada bor ekan deydi Marg'ilonda yo'q ekan deydi Marg'ilonda bormi yo'qmi bo'lmasa Farg'onaga borish kerakmi qanaqa bo'lishini bilib keling deyishdi. Uni ham hozir nimani qilyapmiz yo'lni. Demak, hozir paytda biz hozir bolalarga nima berdim, talabalarga. Mana Ahmedovalar berdim. Shunaqa bizda o'qishyapti, o'qigandan keyin hali iqtidorli o'zimizga hozir biz nima qilyapmiz-da, o'qitib o'zimizga kadr tanlayapmiz. Chunki kadr yo'qda, bittadan kadr olib kelsangiz qimmat. Bu boshini qo'yadi o'zini. Shuning uchun o'zimiz saylab olib qolyapmiz. Endi hozir maktabga shunaqa maktablarda gaplashlar direktorlar joy qilib bersa, biz filial kompyuterni beraylik, jihozni beraylik, sizlar o'qitib beringlar. 50-50. Mayli bizga zarar bo'ladi, 50-50 qiladigan plan bo'lyapti. Uni men Hanifonga aytdim, mana ular hozir harakatni qilyapti. Yangidan uni ham boshlaymiz. Demak, hamma maktab o'quvchilarini bitta jamlab, maktab o'zimizning shahrimizga bitta filial qilsak bo'lar ekan. Domlalar gaplardan xuddi shunaqa qilsak bo'lar ekan. Misol biz maktabda ham bor qiziqadigan o'quvchilar. Siz maktabda ham bor. Har maktabda hech bo'lmaganda ikkitadan chiqadi. To'g'rimi? Ikkitadan chiqqanda ham hech bo'lmasa bitta kurs tashkillanadi, bitta gruppa tashkillanadi. Javob aytishim kerak-da, uni bilib keyin kurs tayyorlagansiz. Ko'pchilik ratamaga boradi. Bo'ladi. Xo'p, yana bitta narsa yaxshi aytib, men ham taklif hisob qilamiz. Xo'p, oldin mehnat edi. Mehnatga ham beqaror deydi. Bor tosh ter, nima qil. Endi hozir texnologik ta'lim bo'yicha sizlarga yelkalaringga oftob tegdi-da. Sababi fizika bo'yicha olimpiada bormi? Bor. Kimyo bormi? Bor. Boshqa fanlar bo'yicha bor. Chet tili informatika, lekin nimadan bo'yicha yo'q mehnatdan. Endi bu texnologiya ta'limi bo'lib, texnologiya bo'yicha hozir musobaqa deyapmiz. Lekin mana bu olimpiada ekan o'zi. Robototexnika bo'yicha olimpiada. Hozir 3 maktabga bordik, hali bashuna bor ekan. Bu bilan gaplashdik, xudo xolasa, yanaga mart-aprel oylarida qilamiz robototexnika bo'yicha olimpiada. Nima shu men deyapman, mana bitta shogirdim bor, nima o'qiydi. Prezident maktabida o'qiydi, u nima qilyapti? Hozir o'tgan yili Toshkentga borib respublikaga nimaga borib keldi hozir? Turkiyaga borib keldi. Turkiyada buni olimpiada deyishar ekan. Shuning uchun buni demak, sizlarga aytgan yo'li shu o'quvchilar orasida, hattoki men talabalarga deyapman, texnologik ta'lim o'quvchilarida robototexnika bo'yicha musobaqa qilib, yo yaxshi olimpiada qilib, sizlarga xudo xolasa men ko'p joyda gapiryapman, ijtimoiy tarmoqda ham 100% gacha. Demak, bizda rayonda bo'lsa 20, shaharga chiqsa 30, viloyatga chiqsa 50, respublikaga borsangiz 70-80, jahonga chiqsangiz 100% natbakka bo'lishga degan gap bor. Qilamiz shuni. Xudo xolasa bo'ladi sizlarga. Deb shunga harakat bo'lyapti. Shunga bu bo'yicha bolalar tayyorlaylar, o'zingiz ham tayyorlaning. Demak, robot futbol, poyga, keyin mana bu labirint nima o'tdi? Biz yosh hisobga olmaymiz. Yaqinda bitta gap hozir bir gap. Bitta gap chiqdi, faqat bolalargami? Yo'q, bolalarga emas. Bu ikkovga o'tasiz, qizlarga, bolalarga. Mana bitta narsa aytaman, Germaniyadan kelgan Qo'qon universitetiga bordik o'tgan yili, xususiyga. Ular 30 ta qizlarni tayyorlab berdi. Germaniya grant asosida. Nima shuning uchun buni o'g'il bola, qiz bola o'tirmaymiz. Teng tayyorlashlar. Qayta qizlar tayyorlasangiz, sizlarga nima bo'ladi? Gender tengligi. Sizga misol uchun o'g'il bola bilan teng kelib qolsa, qizlarga nimani beradi? Mana shu bitta e'tirozim bor edi. Mana shu olimpiadalar bo'yicha maktablar, oddiy maktablar bor, ixtisoslashtirilgan maktablar bor. Shu o'quvchilarda o'sha o'zini nimasi bo'yicha oddiy maktablarda alohida olimpiada qilsalaringiz, o'sha ixtisoslashtirilgan maktablarda alohida olimpiada qilinglar. Ashunda sal menimcha to'g'riroq bo'ladi. Nima deysizlar ustozlar sizlar ham? Yo'q, uni taklif to'g'ri, uni hisobga olganmiz. Chunki ixtisoslashtirilgan maktabdan biz bolalarni qo'ysak, albatta ular yutadi. Shuning uchun biz aytdikki, hattoki men bitta narsa savol nima qildim-da, hattoki men bitta narsa aytaman sizlarga, talabalar ichida keyin nima aytyapmanki, keyin mana o'quvchilarni qilaylik, keyin texnologik ta'lim o'qituvchilarini ham qilaylik. Barchalar rozi bo'ldi. Endi savol, misol uchun o'quvchilarni alohida qilamiz, abgacha, abdan keyin texnologik ta'lim o'qituvchilarini alohida qilamiz. Keyin hattoki mana
xususiy maktablarga ham alohida qilamiz. Keyin mana nimadagi, nimaniki, shu prezident maktabdagi ular alohida ketyapti ular. Ularga nimalar bergan legolar. U alohida ketyapti. Endi talabalar ishda ham bir alohida qilamiz degan nima bo'lyapti. Endi men hozirgacha egasi topa olmayapman. Kim uyushtirish kerak? Chunki buni ushlagandan keyin uni mukofoti bor, tashkillash kerak, joyi bor. Shunga hozir urinyapmiz. Endi mana shunga hozir nimaga kirib chiqdi? Hokimiyatga. Shuni yana uyushtiramiz. Endi bitta narsa qildimki, men bir yo'li nizom qilib beray endi. Nizomda men o'sha robot sumo, robot futbol nimani bersam, biz bolalar buni ko'tarmasmikin? Texnik ta'lim o'qituvchilar. Chunki ko'rmaganda. Men endi mana o'quvchilar, talabalarga qarab aytdim-da. Shuning uchun endi hozircha yengillik qiling deyapti. Svetoformi, svetodiodmi, gaz datchigimi yo aytaylik mana u bitta robot futbolni shunday qilamiz degan plan qilyapman. Uni hali nimasi berganim yo'q. Nizomini bersam, sal yengilroq qilamiz. Undan keyin maktabga boramiz. Yaxshi, sog', yaxshi. Avvalambor mana shu hamma ustozlarning nomidan sizlarga kattakon tashakkurimizni bildiramiz. Avvalambor ustoz, xush kelibsizlar. Biz mana shu barcha ustozlar nomidan sizlarga o'zimizni tashakkurimizni bildiramiz. Haqiqatdan to'g'risi mana shu robototexnika ilmi bo'yicha biz to'g'risi muhtojmiz. Juda ham. Chunki biz o'sha mavzuga kelganda shu darajada hali xijolat bo'lamiz. O'zingiz bilmagan narsani bolaga qanaqa qilib, uni ko'ziga qarab, shu qadar qiynalaman. Masalan, bilmadim endi. Men juda ham qiynalardim. Men juda ham xursandman domla sizlar tashriflaringdan. Shaxsan o'zim nomimdan, qolgan ustozlar nomidan ham sizlarga kattakon rahmat aytamiz. Rahmat, salomat bo'linglar. Albatta inshaalloh mana shu yanvardagi kurslaringizga inshaalloh hammamiz tan jonimiz sog' bo'lsin, qatorimizdan xato bo'lmaylik. Albatta o'qiymiz ustoz. Sizlarga kattakon rahmat. Xulosa 2 o'qiganingizdan keyin oyligingiz birdaniga 88 millionga chiqadi. Hamon ham ishlaganimizdan keyin qilish kerak edi, o'qish kerak. Ishlash kerak. Albatta nimaga? Bizga yana hali iloji nima deyapman? Bor albatta. Moddiy ta'minotda endi albatta ko'chaga chiqdikmi, ishga boryapmizmi? Ishimizni zo'r ishlaylik, moddiy ta'minotimiz yaxshi bo'ladi, hayotimiz go'zallashaveradi. Uyda. Yaxshi. Attestatsiyaga kelyapti-da. Savollar bor. Bilsangiz har qanaqa chalkashtirib tashlasa ham, misolchalik notalarni joylashtirish deganda bilganim uchun indamay joylashtiribman. Hali javob tekshirtirsam ham to'g'ri. Haqiqatda ham hech bo'lmaganda 5-6 tadan Kino ta'limda ham o'zi oldin paytda o'tida bo'lganda 90% erkaklar o'qirdi-da. Chunki GAI, OBGAI nimalar shunday chiqardi-da, mesalar, SMB deyishganlar. Hozir teskarisida 90% qizlar, bitta-ikkita o'g'il bolalar. Ular ham yomon tomoni ikkinchi kursdan turmushga chiqib ketyapti, o'qish o'lyapti. Bolalik bo'ldi, o'lyapti-da. Bolalik bo'lib o'qishyapti. Bolasi o'qiyapti, o'zi o'qiyapti, go'da bolasidan ko'p olyapti. Savollar yo'qmi? Azizlar, mana videoni oxirigacha ko'rgan bo'lsangiz, o'zingiz bunga guvoh bo'ldingiz. Ustoz Bahodir Karimov texnologiya fani o'qituvchilari bilan ajoyib suhbat o'tkazishdi. Hashim School haqida ozgina ma'lumot berishdi. Bundan keyingi bu aslida Marg'ilon shahrida 12-maktabda bo'lib o'tgan treningimizda aslida juda ham ko'plab dolzarb mavzular, robototexnik haqida, Arduino haqida, hattoki prezentatsiyalar ham u yerda berilgan, ajoyib suhbatlar berilgan, savol-javoblar berilgan. Albatta buni keyingi videolarimizda, kontentlarimizda ko'rishingiz mumkin azizlar. Yana bir narsani aytib o'tmoqchi edik. Bizlarga a'zo bo'linglar, bizlarga obuna bo'linglar va bizlarni doimo kuzatishda davomli bo'linglar va bizni doimo kuzatinglar. Aslida robototexnik haqida zo'r mutaxassis bo'lmoqchi bo'lsangiz yoki Arduino haqida bir qanaqadir ma'lumotga ega bo'lmoqchi bo'lsangiz yoki texnologiya fanlarida qanaqadir yangiliklarga, dolzarb muammolarni agarda o'rganmoqchi bo'lsangiz, albatta mana shu Hashim School YouTube kanalida qoling va bizlarni kuzating. Robototexnikaga oid eng so'nggi, eng qaynoq yangiliklarni aynan bizni kanalda kuzatishingiz mumkin azizlar. Sizlar bilan Sherzod Karimov, uchrashguncha salomat bo'linglar azizlar.